Hormang endi aka. Ishlar qanday ketyapti? Salomat bo'ling. Mana bugun 3-sonli yotoqxonamizda atrofida mevali bog'lar ekilmoqda. Mana xudo xolasa o'qituvchilarimiz, volontyorlar, Navoiy davlat pedagogika institutimizning yoshlar yetakchisi boshligida, o'qituvchilarimiz boshligida, zamdekanlarimiz, dekanlarimiz boshligida 3-yotoqxonalarni atrofida bog'lar tashkil etilmoqda. Xudo xolasa kelajakda atrofida mevali daraxtlar, mevalar tugib, chiroyli bir o'zimizda ashulalarni bog' qilib tashkil etmoqchimiz. O'zbekiston yoshlari yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar. Ekayotgan bog'imizni mevalarini odamlar 100 yillab mevasini totsin, mana shu bog'imiz ko'karsin. Doim yaxshilik kunlarga, elimizni dasturxoniga bo'ladigan mevalar yetishtirilsin. Amin. Son yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bolalikdan asov otni egarlab doim zafar quchgan Temur bobomiz 12 yoshida taxtni egallab yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab, beruniylar bosgan izlarni bosib. yurt bayrog'im ko'proqday mahkam tutib, yuksaklarga qadar uchgan yoshlarmiz. Boradurmiz, turmaymiz vaqtni kutib, har jabhada zafar quchgan yoshlarmiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari Yurtdoshim bog'ingga bir nihol qada. Bu nihol nomini yaxshilik ata. Niholni yoniga bir gul ekib qo'y. Bu gulni nomini go'zallik deb qo'y. Yo'lini holingga baxsh etib hayot, suv ber va bu suvga mehr deb qo'y ot. Sendan farzandingga boq qolsin ey do'st.
bog'ing vatan degan nom olsin ey do'st.